Hareketning zarba berish doirasi kengaygancha, huquqdorlardan huquq tortib olish bilan cheklanmay, yana hech qanday huquqi bo'lmagan odatdagi kishilarga chaqilishga boshladi. Ilm sohasidagilarga burjua ilm nupuzligi degan atoq berildi. Ziyolilarni yana Sesiq 9 deb atashdi. Sesiq 9 degani Xitoyning feodallik davridan kelayotgan puhralik darajasi bo'lib, burunqi podshohlar davlatdagi puhralarni darajalarga ayirgan ekan. Xon jamoatidagilar 1-darajalik puhra, 8-darajalik puhra poyishalar, jaloblar, 9-darajalik puhra ziyolilar ekan. Bu Xitoy milliy klimatida ilm ahlilarining naqadar past ko'rilganligini tushuntirib qolmay, Xitoy jamiyatining qaloq qilishidagi ma'naviy sababini ko'rsatdi. Kuomintang davrida xizmat qilganlar bo'lsa, kuomintangchi unsur, to'rdan tushib qolgan unsur deyildi. Birsiga zarba bergisi kelsalar, bahonasi tepilib turdi. Dindorlar umuman ko'nidoshqal deyiladi. Әмді өзім тұрышлық орынға кәсәм, bu yerda huquq tartib elindi. Odatdagi xizmatchilarning hammasi ziyolilar bo'lg'ashqa, nihoyat tabiiyki, hammamiz burjua ilm nupuzliqqa atilib, kurash qilinishga boshladik. Oqshomlari tanqid yig'inlarida bir shira ustiga chiqarilib, xuddi namozdagi ruku turgandek yangishtirib qo'yiladi. Mana shunday qilib, soatlarcha davom qilgan kurash yig'ini jarayonida egilib turishga majbur edik. Bəlni kichikkin uruslab olay dedingmi, bo'ldi. Proletariatning po'lat mushti gazganga tegiveradi. Ommaga qarshi bosh ko'targan inqilobiy ommani ko'zga ilmagan bo'lading. Oqshomlari eg'illarga yoki eg'il yo'q yerlarda eg'ilga o'xshab ketadigan paskini ambalarga, xaroba eski uylarga qamab qo'yishadi. Turmidagi belgilik odamlar urib qiynaydi. Mana əmdi biz qarğı etiş taxtısıdan mübəddər halga düşkəndik bizni inqilobiy ammadan xali biri uralaydı. Düşkəliyalaydı, tillayalaydı. Bəzida g'azabini basamay qolgan inqilobiy amma ning topdan dumbalishi ostida qoladigan ishlarmi bor edi. Buningda agar o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, hech kim qotil deb ayblanmaydi. Buni ammaning g'azabi keng ammaning inqilobiy qirg'inligining bir oz chekini eshib ketishi deb o'tkazib yetadi. Chunki Mao Zedongning mashhur bir so'zini ko'pchilik biladi. Agarini tuz qilaman desang, chekdan oshirvat. Bundaq ishlar ayni shu agarini tuzlash jarayonidagi chekdan oshirib etish hisoblanadi. Menmu necha qatim bundaq ammaning g'azabi ostida qoldim. Bu qadar g'azabi teshib o'zini tutolmay qolgan ammaning birini tunimaydim. Ularmı meni tunimaydi. Jenim pishiq bo'lg'ashqa o'lmay saq qoldim. Minglagan o'quvchilar harakatga keltirilgan edi. Kallasi kommunizm suyida pak-pakiz yuyilib, ondan marksizmning nijosati bilan to'ldirgan bu sodda yoshlar inqilobning avangardlari deyilib, butun harakatda qurol sifatida foydalanildi. Ular bizlarni haqiqatan dushman deb o'ylaydi. Haqiqatanmi sotsializmning jannatini ag'dirib, qaytadan 3 cho'ng tog'ning zulmatli hukmronligiga tashlab bermoqchi bo'lganligimizdan gumonlanmaydi. Ularda nima gunoh bo'lsin? Ular sodda bolalar. Ular kommunistlarning ma'rifida tarbiyalandi. Ammo bizning ko'ni ziyolilardan bir munchisi inqilobning avangardlaridan bo'lishgan edi. Hatto ko'ni inqilobchilarimizdan bundaqlar bor edi. Ammo keyincha ularning beshiga bu kulpatlar kelmay qolmadi. Ularni cho'nqur niqoblangan, inqilobiy ammaning ko'zini bo'yagan, inqilob sepiga ko'z bo'yab kirib olgan deb rasot etdi. Masalan, men kimni ko'rdim-da? Bizning ashu Hamid Turdini inqilobning beshida ko'rgan edim. U bir ommaviy tashkilot qurib, tarafbozlik alam kurashlarini qo'zg'ab, odamlarning oldida jangovar nutuqlarni so'zlab yuribdi ekan. Bu inqilobning dastipi edi. U chaqda mantiqa rasmiy sahnada kurash qilinmagan, ammo masalasi bor deb tartib chiqarib qo'yilgan edim. Uning ashundaq faoliyatchan chepib yurgan kunlarida yo'liqib qilib, uning o'zi qurgan tashkilotdagi mansibini tabrikladim. Muborak bo'lsin Hamid Turdi, dedim ta'addi qilib. Hozir u Hamid Turdi deyilishdan xush bo'ladigan bo'lib qolgan edi. Chunki ismning oxirida rus qo'shimchalari bo'lgan osonli inqilobga nishon bo'lib qoladi. Beshingizga kelgan shuncha ishlardan keyin mana mundaq bir sahnaga chiqmoq haqiqatan qilishga tegishli ishingiz edi.
U manga o'zining ichinishliq shaxsiy hayotini so'zlab berdi. Buni u lagerdagi chaqdili bishorat qilibmi degan edi. Ayoli u lagerdagi chaqda uningdan ajrashib bir amaldorga tegib olgan ekan. Ikki balasi bilan bu xotinga havas qilgan bu amaldorni qiyos qilish tas emasdiki, cho'qim yeshi u ayolning dadasiga to'g'ri keladi. Bu hol Hamidga bak eg'ir kelgan. Shunga bu fursatda uningga o'zini bir ko'rsatib pushaymon qildirmoqchi ekanligini faraz qilg'ili bo'ladi. Keyincha dal uning ko'zliginidek uning xotinini elib olgan huquqdag'imi zarba berildi. Hamid ommaviy tashkilotning rahbari bo'lish salohiyati bilan o'z ommasini boshlab berib, heliq huquqlardan rosa o'chinimi elib olgan ekan. Ammo bu chaqda men bu rasmiy kurash qilinishga boshlagan bo'lg'ashqa istiqboli parlaq Hamiddek tunishlar gaplashmaydigan vaziyatda edim. U ommani boshlab kelib ishtirok qilgan bir kurash yig'inida kurash qilinayotgani men edim. Uning ko'z oldimda qo'l shiltib tovlagan shuarlari, uning jangovar holati hozirgidek ko'z oldimda. Texi u mening xalqning yodiga yetmay qolgan taraflarimni kishilarning esiga silib, mazkur faqat burjua ilm nopuzliqili emas, aslini yoshirgan kapitalizm yo'liga mangan huquqlar. Sizlar uning ma'rif nazoratida Fanlar akademiyasida huquq tutganligini unutib qolmanglar. U yana Gomindang davrida huquqlar bo'lib, xalqni qonqir qaqshatgan zolim amaldor deganlarni to'liqladi. Ondan shu chaqlarda moda bo'lgan usul bo'yicha naq aksilin chiqilabchi unsur, tarixiy partiyaga qarshi unsur, pan-turkist, pan-islamist unsur Sabit Bijonning itkallisini yanjib tashlaydi deb jangovar shuar to'ladi. U to'li shuar to'lab, ammo oldida doim nutq so'zlab turg'ashqa, ovozi bitib, xiqirab qolganiga qaramay, g'ayrat qilib, bo'yin tomirlarini ko'ptirib, pokandek eslab turib, menga qarshi inqilob o'tini tutashtirdi. Mana shuning bilan menga bir necha turlik to'qam to'qildi. Eng xatarlik dushman bo'ldim. Yuzimga qora suvilib, beshimga uzun qog'oz qalpoq kiydirib, ko'chalarda sazoy qilishga boshladi. Bunda qog'oz guloh kiydirib sazoy qilish Xitoylarning an'anaviy odati edi. Mana endi bizmi Xitoylarning odatlaridagi narsalarni kiyishga majbur bo'ldik. Kurash bilan zarba berish, kurash bilan sesitish, kurash bilan mangu bosh ko'taramaydigan qilib etish degan shuarlar bor edi. Shunga biz kun bo'yi ko'chalarda sazoy qilinib, yana oqshomda klublarda, kinoxona zallarida shira ustida engishgancha soatlab turishga majbur edik. Ko'rinib turibdiki, buningdan ko'ra turma, emgak lagerlari ming yaxshi edi. Hatto shundoqmi ta'tirlik bor ediki, yuzimizga surtilgan matbaa meyni oqshomda yuvvatsak, atisi omma bilan qarshilashgan deb texmi qattiq jazolanatdik. Texmi qaniq bo'ylatdik. Bu yog'liq siya bo'g'ashqa suv bilan yuvg'onga chiqibmi ketmaydi. Faqat bir oz tutuqlashadi. Shuningmi inqilobiy ommaning g'azabi qaynab tashatdi. Voy, u chaqdagi bu inqilobiy omma. İnqilab rasa qizigan keyingi bosqichda Hamid turdimu to'rdan tushib qolgan aksil inqilobchi Sovet revizionistlarining gumashtisi deyilib sepimizga qatildi. Axlatlardan tepib kelingan eski das, to'shikchelak, umuman askirgan metal qachiquchlarni to'shikidan yip o'tkazib bir qo'limizni tutib, yana bir qo'limizdagi kichik tayoq bilan eski dasni chelib yo'l bo'yi "Men aksil inqilobchi, men kapitalizm yo'liga mangan huquqdor, men eski, men xalq dushmani, men buzuq" deb to'xtamay o'z sifatlarimizni to'lab ko'cha aylanishimiz kerakdi. Hatto bizni hech kim yolab mangmay o'zimizga qo'yayotgan chog'larmi bo'ladi. Shu holdami angliqlik bilan o'zimiz jin shaytonlar sepimizni buzmasdan belgilangan ko'chalarni aylanib, topshirilgan sifatlarimizni og'zimiz bilan jakolab, qo'limizdagi eski dasni to'xtamay chilib mangib, kundalik vazifamizni o'rinlaydik. Shundoq ahvoldami bir-birimizga gap qilishga imkon yo'q yoki jur'at yo'q edi. Chunki ko'chalarda u yoqdan bu yoqqa o'tishib turgan yo'lovchi, inqilobiy ommamu bizga angliq yo'sinda nazoratchilik qiladi. Sinipiy dushmanlardan hoşyar bo'lish tuyg'usi shunchalik palakka yetganki, odamlar har narsadan gumon qilishga o'rgatilgachga, har kim, hatto o'z oila a'zolariga dushman bo'lishi ehtimol edi.
Nurg'un balalar dadalarining uyda og'zidan chiqib ketgan xato gaplarni pash qilib, dadalarining jiniga zomin bo'lgan ishlarni ayiblanmaydigan. Aksicha, uzul kesil proletariatlik maydon deb tarbilanayotgan bir zamon edi. Shundoq bo'lsa-mu, biror ommaviy holaga to'g'ri kelganda hojat qilib olishga mumkin edi. Ana shundoq fursatlarda Hamid turdiq gap qilish fursati chiqdi. Ikkimiz yon-muyon ikki to'shikda hojat qilayotganda men uningga salom qildim. Ahvolingiz qandaqroq, Hamid Turdibayev? Dedim. Xuddi o'zingiz ko'rib turgandek, mezgilsiz yev pevlaringizni qo'ying-a. Deydigan chog'da degili unimay tash tishlab turib oldingiz. Endi bo'lganda, sizmi shu odamni qiynashga shundoq qust ekansiz? Dedi u chechilib. Bir oz chiqishib ko'nglingizni ko'tarib qo'yay degandim. Uncha vala tushkunlashib ketmang. Hammasi o'tib ketadi. Bir ish qo'ya mangulik ömüm hukmron bo'lib qoladigandek tuyulsa-mu, yanala umri baqiy emas. Hammaning belgilangan bir cheki bo'ladi. Yaratilganlarning baqisi yo'q, yaratquchilar baqi. Dedim. Bo'ldi gaqimang. Siz mendan o'chingizni olmoqchi qo'shu. Nima o'ch? Siz mening dushmanim bo'lmasangiz, siz faqat bir ozg'unsiz. Shunga sizni buning gunoh manbasi deb tonimayman. Hammaning oqisida har zamon, har qachon o'zgarmas birli dushman bor. Burunmi shu edi, bugunmi shu, keyinmi shu. Bu qarashim burunla sabitlashgan bo'lg'ach, mening doim davriga qarab dushman yengishlaydigan odatim yo'q. Keyin tekrar uni ko'rmadim. Tarixdagi eng ashaddiy, eng dahshatli ofat bo'lgan bu yillarda saq qolgan odam az. Muallimlar, cho'ng kichik mansab tutganlar, bilim egasi bo'lganlar, diniy arboblar, adiblar hammasiga kelgan edi. Adabiyot san'atchilar birlashmasi allaqachon faoliyat bo'lgan. Adiblarning hammasi turma, lagerlarga avatilgan edi. Adabiy jurnallar to'xtagan, nashriyatchilikmi umuman to'xtagan bo'lib, faqat Mao Zedongning kitoblarla takror besiladi. To'rt kona degan bakkang mazmunlarni o'z ichiga olib, nurg'un narsalar cheklangan edi. Bularning ichida hatto ba'zi kiyim nusxalari bor edi. Oqisida belbig'i bo'lgan palshopka chapanlar, jikida zig'zig'i bo'lgan shapkilarmi gunohkor bo'lgan. Bütün xalq Xitoy askarlarining modasidagi jongsampo va askarcha shapka kiyish moda bo'lgan edi. Xalq naqshlari normal adabiyot san'at to'xtagan. Naqsh deganda faqat Mao Zedongning so'z uzundilariga ohang ishlanib, aytiladigan g'alati naqshlar, Mao'ni madhiylaydigan naqshlar yangrab turadi. Bunun bilan qolmay, normaldagi maktablarning gimnastik soatida bütün tirikchanlar, o'quvchilar, ishchilar, dehqonlar, kadrlar hammasi sadoqat usuli o'ynaydi. Dehqonlar etiz beshiga qadalgan Mao'ning rasmiga qarab yo'l yo'riq so'rab ish boshlaydi. Usul o'ynaydi. Har idora shirkatlarmi o'z bo'shliqlarida qator bo'lib tizilib, maydonning bir tarafiga tiklangan Mao'ning rasmiga yuzlanib, sadoqat usuli o'ynashi kundalik muhim mashg'ulotlardan edi. Bu usul o'ynaladigan chaqda radio kanaldan bu naqsha xitoycha to'ladi. Shundaqla maydondagi kishilarmi billa o'qib turib o'ynaydi. Qadrdon mavrushi degan misra o'qilishi bilanla maydondagi yuzlagan, hatto minglagan kishi, qeri bo'voy va mo'maylarmi bularning ichida. Qatnash saqchisi yo'l ko'rsatgan shaklda ikki qo'llab Mao'ning rasmi tarafni ko'rsatgan holda to'rg'aydek qo'yildab, yo'rg'ilab, rasmga yaqinlashib, talpinganini ifoda qiladi. Qalbimizdagi qizil quyosh deyilganda bo'lsa, yana qo'yiladigan harakat bilan eski joylariga yong'ach, ikki qo'lida yuragini ko'rsatishadi. O'quvchilar, yosh ishchi xizmatchilarga bunday qilib yursa, normaldekmi qiladi-yu. Ammo saqolli qerilar, oppoq chochliq mo'maylar, putuni boqqan Xitoy mo'maylari maydonda mushunda g'alita, Xitoycha usulni o'ynab, yo'rg'ilishib yursa, bir chetalik ko'zida qaralganida cho'qim bular elishib qolgan odamlarmidu degudakli shaklda edi. Urumchi xalq maydoni atdiganning belgilik soatida ana shu minglagan usulchi bilan to'ladi. Bu Xitoy hukmronligidagi barliq bulung-pushqoqlarda o'xshash edi. Mao'ni quyoshga o'xshatish, o'xshatgandimi qizil quyoshga, oltin quyoshga o'xshatish umumiy edi.
Şərq qızardı. Beyjingning oltin tog'ida quyosh nur chachar. Beyjingda bir oltin quyosh, nega nuri tushsa, shu yani yo'ritidi. Dengizda paraxot rolchiga tayinib mangar degandek naqshlar moda bo'lib ketgan edi. Keyin yana tarixiy inqilobiy naqshlar degan nom bilan Xitoyning ichki urush va dunyo urushi yillaridagi marşlari aytiladigan bo'ldi. Urayli qilishni alvastila beshiga vatanparvar qarindoshlar, oldimizda ishchi dehqon qo'shuni, orqamizda elimizning xalqi. Bu naqshlarning bu davr bilan aloqasi nimaki acaba? Umumiy kayfiyat shundoq bo'lg'ashqa, Uyg'urlar ichidagi Qur'on o'qigan munofiqdan biri Uyg'ur xalq qo'shoqlari hisobida Qur'ondagi bir oyatni burmilab, mavnima deyiladigan qo'shoqqa aylantirgan edi. Buni keyin xalq naqshisi deb aytishadigan bo'ldi. Qur'ondagi oyat shu mazmunda edi. Dunyodagi dengiz okeanning hammasi siyo bo'lgan taqdirdimi, Allohning so'zini yezib tugatgili bo'lmaydi. Qur'oni Karim Kaf surasi 109-oyatning mazmuni. Degan oyat shundoq qo'shoqqa o'zgartirilgan edi. Siyo bo'lsa dengiz okean, qalam bo'lsa daraxt o'rmon, qog'oz bo'lsa zamin osmon, bo'lib shoir jimi inson. Ado bo'lmas sening sha'ning, yezilsa behisob doston. Madihining bu darajasi bizga zulmning eng nodir ulgusini ko'rsatgan mavzudonga bag'ishlanmoqda edi. Balki bu bizning shoirlarimizdan birining ulug' asr bo'lishi mumkin. Nimaliki bo'lmasin, buni qilgan munofiq, Qur'on o'qigan munofiq ekanligida gap yo'q. Dal Hanzalaga o'xshaydigan munofiq edi. Qiziq bo'lgan yeri Wang Enmao'ni yo'qitib, Wugangni qo'g'daydigan, Wugangni yo'qitib, Wang Enmao'ni qo'g'daydiganlardan iborat ikki safga bo'linib, alam ko'rishi qilishqicha berib yetgan bu ko'z qarash talishida nurg'un odamlarning o'lib ketishi edi. Uyg'urlardan bo'lishi texmi qiziq edi. Bir Uyg'ur uchun Wang Enmao'si kim? Wugang degani kim? O'xshashli Xitoy. Ammo ash talashgan qurbon ketgan bechoralarga voy. Texi Uyg'urlar naqshchi xalq bo'lishdek alohidligini joriy qildirib, bu taraf kurashlariga bag'ishlangan naqshlarmi ijod qilingan edi. Hey tağlar, igiz tağlar, qo'yningda chiman bog'lar, qahrimiz arqon bo'lib, Wangni oxiri bog'lar. Bu Qizil 2-qo'mondonlik shtab deyiladigan Wang Enmao'ga qarshi ko'z qarashdagilarning naqshisi edi.